Okalar, endi biza bu mashina bilan ham xayrlashamiz. Xudo xolisa, bu mashinani Germaniyaga haydab ketishadi. Mana shu aka Germaniyaga haydab ketadilar. Hop, aka. Assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Germaniyada yashaysiz? Germaniyada. Hop, bu mashinani qayerga olib borasizlar shunda? Germaniyani Bamberg shahriga hozir mashinani olib ketamiz. Hop, keyin Abdurahmon aka ham qaytguncha mashina ushlab turadi? Shunaqa. Manikida ekan. Ha, demak, Abdurahmon aka ham qaytganlardan keyin, xudo xolasa, keyin yana bu mashinani olib, yana Toshkentga qarab gap yo'llagan. Anaqa nima edi? Bu operatsionkalarda men ishtirok eta olmayman endi. Yo'lingizda bexatar bo'lsin. Shunaqa ko'p gapirdim, hamma bola bori. Shunaqa yoqmayapti bori. Ovoz ham bori, shunaqa xunuk. Qara. Hazır albatta. Inshaalloh biz endi kemaga qarab yo'l olamiz.